Hammaga xayrli tong, assalomu alaykum. Meni e'tiborimni bir narsa tortdi. Xayrulla aka tirik kitob nomi bilan tanilgan odamga bir kishi gapiryapti. Bloger. Stroykada ishlaydiganlar menga kitob kerak emas. Men endi kitob o'qib nima topaman deb gapirdi deb aytayapti. Bloger aka, siz hammaning nomidan gapirmang. Hamma stroykachilar ham unaqa emas. 100 tani ichida 4 ta, 5 ta yo 10 ta baribir bo'ladi aka unaqa narsa. Siz hozir prosta mening jahlim chiqqan, u odam shunchalik stroykada ishlaydiganlar kitobga mehrsizmi deb yig'lab yuboryapti. Shunday deb fikrga boryapti. Siz millionlab odamlarni xayolida, fikrida shu narsani uyg'otyapsiz. Men Abxaziyadaman. Mani kitob. Bundan yana 5-6 tasini o'qidim, kelganimga 3 oy bo'ldi. Lekin men o'zim bilan kitob olib kelmaganman, chunki bagajim yo'q edi. Biz bagaj kelganman. Rushnayda o'zi chaqirayotgan odamni o'zining narsasi bilan to'ladi Rushnay. O'zimga ham narsa olishga o'zim imkoniyat bo'lmay qoldi. Demoqchi bo'lganim, stroychilarning nomidan bunaqa gapirmang. Stroykada o'qiydiganlarda ham kerak shunaqangi donalari bor. Siz tasavvuringizga sig'dira olmaysiz. Stroykada ishlayotganlarni. Stroykaga ham aql kerak, idrok kerak. O'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Qora mehnatda yurayotganlarim ko'pchiligi o'qiydi. Kitob o'qiydi. Bu kitob qayerdan kelib qolgan bu kitob? Bu kitob ham kimlardir olib kelingan. Kitob izlasangiz topasiz. Ko'pchilikda kitob bor. Stroykachilarda nomiga bunaqa qora gaplarni gapirmang. 2-3 ta puch, mag'iz hamma joyda semichkan ichida ham bor. Qurtlagani bo'ladi, puch mag'izlari bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kechirasizlar.